Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimga xush kelibsiz. Bu hovlida ekilgan asparagus, katarandus gulimiz juda chiroyli gullaydi. Bu hozir gullab, urug'lari pishyapti. O'sha urug'lashdan oldin juda ham chiroyli bo'ladi. Hozir ham chiroyli. Hozir endi urug'lari pishayotgan payt, undan oldin undan ham chiroyli bo'ladi. Mana gullarni yaqindan ko'rsataman. Urug'i juda mayda bo'ladi. Mana urug' tugadigan qutichasini maydaligini yaqqol ko'rsatish uchun yoniga gugurt cho'p qo'ydim. O'sha gugurt cho'pdan ham ingichkaroq. Har bir bug'unidan gullaydi. Har bir bug'unidan gullab, gullagandan keyin mana shunday urug' qutichalari bo'ladi. Endi shunga qarab urug'ini maydaligini o'zingiz tasavvur qilsangiz kerak, juda ham mayda bo'ladi. Urug'ini olish qiyin. Buni tagiga xaltalar to'shab qo'yadi. Bu ish bilan bobosi shug'ullanadi. Har yili shu gullardan ekadi. Uyga mehmon kelsa ham havas ketadi. Bu qanaqa chiroyli gul ekan deb. Bu yoqda tarvuzlar rosa pishdi. Bu tarvuzlar bobosini mehnati, nevaralari uchun ekkan. Ariqlarda dumalayotibdi. Tarvuz paykalni yoniga ozroqgina bo'sh joy qo'ygan. Bu yerga ham katarandus guli bilan ikki tupgina malachay akamloni guli bor. Bu malachayni yerda o'sadigan xili, o'sha uyda tuvaklarda gul o'stiradiganlar malachay miliyani o'stiradi. O'sha malachay miliya bilan malachay akamloni bular bir guruhga kiradi. Shunday suvsiz bo'lsa ham juda yaxshi rivojlanib, katta bo'lib o'sadi. Uzoqdan qaraganda malachay miliya kelinchakka o'xshab ko'rinadi. Yaqinidan kelsangiz ham juda chiroyli. Buni gulida shirasi ko'p bo'ladi. Chog'imga kuni bo'yiga arilar arimaydi. Hozir ertalab, shuning uchun arilar yo'q. Bu katarandus gulining urug'i bizning tuman markazida bahorda bir qoshiqchasi, mayda qoshiqchasi 40 minggacha turadi. Lekin urug'ini qimmat deyishmaydi. Xohlaganlar olib ekadi. Uyida guli borlar o'zlari urug' oladi. Bu gullaganda juda chiroyli. Bu gullamagan payti ham chiroyli. Gullamagan payti buni barglari xuddi barglari yog'lab qo'yilganday yaltillab chiroyli ko'rinadi. Bu shunday ajoyib gul. Kim bilmasa bu gulni olib eksin, umuman afsus qilmaydi. Shuning bilan tonggi qisqacha roligimiz tamom. Hammaga sog'lik tilaymiz. Yoqqan bo'lsa obuna bo'ling.